Diqqat! O'zbekistonda jasad qidirilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston hamda jahon olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida 42 yoshli fuqaro daryoga tushib ketdi. Bu haqida 1-iyul kuni viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, baxtsiz hodisa 28-iyun kuni sodir bo'lgan. Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga fuqaro, ismi qisqartirilgan J.O. Oqdaryo tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Qoradaryo daryosiga ehtiyotsizlik oqibatida tushib ketgani to'g'risida xabar kelib tushgan. Ayni paytda qutqaruvchilar tomonidan daryo hududida qidiruv-qutqaruv ishlari uzluksiz olib borilmoqda. So'nggi oylarda cho'kib halok bo'lganlar: 27-iyun kuni Buxoroda 17 yoshli fuqaro kanalda cho'kib halok bo'lgandi. Uning jasadi bir sutkalik qidiruv ishlaridan so'ng topildi. 17-iyun kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida 2 bola kanalga tushib ketishi oqibatida vafot etgandi. 12-iyun kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida cho'milish uchun daryoga tushgan 5 nafar yigitning 3 nafari halok bo'lgandi. Namanganda 28-may kuni soyda cho'kib ketgan yigit jasadi bir haftadan ortiq qidiruvdan so'ng topilgandi deyilgan xabarda.